Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, ahli YouTube. Bugun 5-iyun 2025-yil. Mana ertalabda yana bir laboga tunikashib yaqib bo'ldik. Bu laboni ichlaridan polni shumizalyatsiyalar qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Konteyner pollari bor. Mana bu joylarda torimizdagi mashinaga yuklar kelib shuni tegadigan bo'lsa, shu narsa ushlab qolishi mo'ljallangan. Poliga, bu laboni poliga mana shunaqa to'liq tushadigan rezina tashlangan, ichlarida ipi bor. Bir yoni silliq, bir yoni tangali bo'ladi. Qolagan tomonini qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Mol qo'y tashiyman desa, bu narsa tashiyman desa, surilib ketmasligi uchun tangachalar qilingan bo'ladi. Yo'llari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Ochganda qo'lda ilmaygan holatda bo'ladi. Bu akamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani dan kelibdi. O'zimizning mahallaga yaqin joydan kelibdi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yonida. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, yaqinlarga, do'stlarga, labo olgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni yozib qo'yasizlar. Keyin ishlarni to'g'rilab ketamiz. Alohida poliga rezinka sotiladi. Tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Yoniga sondiqchalari bor, akkumulyator zashta qiladi, agnoshukalar qorlar soladigan. Tepasiga bagajlari ham bor, alohida sotiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yonida. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.